Hurmatli foydalanuvchilar, endilikda soliq agentlari tomonidan o'zini o'zi band qilgan shaxslar uchun soliqlarni to'lash jarayoni yanada qulay va tezkor amalga oshiriladi. Quyida ushbu xizmatdan foydalanish tartibi bilan tanishishingiz mumkin. Avvalo, yuridik shaxs soliq qo'mitasining rasmiy portali my3.soliq.uz sayti orqali o'z shaxsiy kabinetiga kiradi. Shaxsiy kabinetga kirgach, xizmatlar bo'limiga o'tiladi va undan filial yoki alohida bo'linmalar uchun soliqlar va yig'imlarni to'lash xizmati tanlanadi. Ochilgan oynada soliq va yig'imlarni to'lash bo'limi tanlanadi. So'ngra kerakli soliq turi belgilanadi. Jismoniy shaxslarning mol-mulkini ijaraga berishdan olingan daromad soliq 186-kod yoki o'zini o'zi band qilgan fuqarolarning aylanmadan olinadigan solig'i 208-kod. E'tibor bering, ushbu bosqichda faqat bitta soliq turi tanlanadi va ro'yxatni yangilash tugmasi bosiladi. Shundan so'ng tizim avtomatik ravishda har bir hudud kesimida soliq qarzdorligi mavjud yoki mavjud emasligi haqida ma'lumotni aks ettiradi. Foydalanuvchi har bir hududni alohida tanlashi, to'lov summalarini tahrirlashi yoki kerak bo'lmagan topshiriqnomalarni olib tashlashi mumkin. Tanlangan topshiriqnomalarning umumiy soni va jami to'lov summasi ekranda ko'rinib turadi. Barcha ma'lumotlar shakllantirilgach, hammasini to'lash tugmasi orqali barcha hududlar uchun to'lovni bir vaqtning o'zida amalga oshirish mumkin. To'lov amalga oshirilgandan so'ng topshiriqnomalar ro'yxatini to'lovlar reyestri bo'limi orqali ko'rib chiqish mumkin. Shuningdek, mazkur xizmat orqali yuridik shaxslar o'z filiallari uchun mol-mulk solig'i, yer solig'i, jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i, mol-mulkni ijaraga berishdan olinadigan daromad solig'i, o'zini o'zi band qilgan shaxslarning aylanmadan olinadigan solig'i, raqamli platformaga a'zo bo'lgan yakka tartibdagi tadbirkorlarning aylanmadan olinadigan solig'ini ham to'lashlari mumkin. Ushbu xizmat soliq to'lovlarini soddalashtiradi, vaqtni tejaydi va to'lovlarni yagona tizim orqali boshqarish imkonini beradi.